Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun 22 dekabr 2025-yil. 1987-yil 07 sotiladi. Prямо egadan do'stlar. Balonlarning holati yangi. Salonning ko'rinishi chexol polik lelon to'shalgan. Tablolari hamma yer ishlab turibdi. Mana patologlari koja. Mashinaning tashqi ko'rinishi mana. Metan dak metalni. Metani var 90lik. 4 balon yangi qo'yilgan. Motori toza akkumulyatorlar qo'yilgan. Las aptolemaydi, zadniy mostlar chiqirdi yo'q, cho'tka ishlab turibdi mana motor. Asqotlaman ko'rgasaman mana. Kurs. Motorda ishlayman. Metani reduktori. 100 ochkodan ko'p metani var mana. Ajurasizlar do'stlar, bemalol. Az haydaman ko'rgasaman. Cho'tki yurtibdi mashina buni. Bemalol olib haydab ketaverasizlar. Orqasida parkovida bo'lish kerak. Cho'tki yurtibdi mana mashina. O'chib qolmaydi mana. Gider deb turibdi motori. Bu mashinaning bahosi do'stlar 12 million so'm aytilib turibdi, kelishib beriladi. Bir qacharning puli do'stlar. Nomerini pastga qo'yaman. Kimda shunday sotiladigan mashinalar bo'lsa, liboy narsa bo'lsa, описаниеda nomerim bo'ladi. Bemalol telefon etaverasizlar. Adres Beruniy tumani, Proda Karvonda do'stlar. Bemalol kelib ko'rishlaringiz mumkin. Cho'tki mashina egadan do'stlar. Metani hamma narsasi dokumentalni olib haydab ketaverasizlar. Kelishib beriladi do'stlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammangizning kirib kelayotgan yangi yillaringiz bilan tabriklayman do'stlar.